bitta ikkilamchi, 9 ta uchlamchi va 4 ta to'rtlamchi uglerod atomi saqlangan qaymali nechta vodorod atomi bo'ladi deyapti. 9 ta uchlamchimiz bor ekan. Bunaqa holatlarda men yozib ko'raman. 3 4 5 6 7 8 9 ta uchlamchimiz bor ekan. 4 ta to'rtlamchimiz bor ekan. Mana birinchisi to'rtlamchimizda, mana ikkinchisi, mana uchinchisi, mana to'rtinchisi. To'quvchimiz optimal variant o'ylab topgan ekan. O'ylab topmagan. To'g'rirog'i kelib chiqishidan hisob kitob qilishdi. Nechta to'rtlamchi borligidan, nechta bog'i borligidan yaxshiroq variant o'ylab topdi. Boshqalarda boshqacharoq varianti bo'lishi mumkin, lekin meni birinchi hayolimga kelgan narsa yozib ko'rish bo'ldi, menga qulayroq. Nechta vodorod atomi bo'ladi deyapti. Uglerodlar sonini sanab olamiz. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 28 29 30 33 ekan. 33 ta bo'ladigan bo'lsa, vodorodlar 68 bo'ladi. Javobimiz D varianti.